Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmonlar orasida ko'proq shu islom haqida shunday fikrlar borki, islom bu qoloqlik. Islomni tutgan odam hayotdan orqada qoladi. Shariatga amal qilish, shariat hukmlarini bajarishlik deganda insonlar ko'pchiligi eshak va tuyalarda yurishlikni ko'z oldiga keltiradi. Ammo islomni o'rgangan, bilgan, Qur'on, hadisdan xabardor bo'lgan kishi shuni biladiki, islom hayotda rivojlanishdan to'smaydi, balki insonlarni yana rivojlanishlikka chaqiradi. Ya'ni mana Alloh subhanahu va taolo Jasiya surasini 13-oyatida aytadiki: Astaizu billah va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minh inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytadiki, yer va osmondagi narsalarni Alloh sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Hammasini Alloh yaratib o'zi tomonidan, ya'ni Alloh tomonidan insonlarga bu yer va osmondagi narsalar bo'ysundirildi. Bo'ysundirildi degan so'zning ma'nosi, yer va osmondagi narsalarda hammasi inson uchun xizmat qiladi va inson ularni hammasidan foydalanishi mumkin. Yana Alloh taolo aytadiki davomida, mana bunda, ya'ni yer va osmondagi narsalarni insonga bo'ysunishligida, inson ularda hammasidan foydalanadigan darajada bularda yaratilishida fikrini, aqlini ishlatgan kishilar uchun bu narsalarni insonga bo'ysundirgan zotni borligini bildiradi. Shu zotni borligiga dalillar bor deydi. Endi bu oyatdan nima tushuniladi? Bu oyatdan shunday narsa tushuniladiki, hayotdagi hamma narsalardan inson foydalanishi mumkin. Faqat muayyan narsalarni Alloh man qildi. Bu ham bo'lsa Allohning buyrug'iga bo'ysunganligini inson bildirishi va Allohni rozi qilishi va o'ziga jannat kabi buyuk mukofotni olishligi uchun. U man qilingan narsalar juda oz. Bu oyatda esa yer va osmondagi narsalarni sizlarga bo'ysundirdi. Ya'ni sizlar bulardan foydalanishinglar mumkin. Endi yer va osmondagi narsalar deganda ularning xususiyatlari. Bu yer va osmondagi narsalarning xususiyatlarini o'rganuvchi fanlar bor. Bu fanlar fizika, astronomiya, biologiya. Mana bu fanlar shu yer yuzidagi narsalarni xususiyatlarini o'rganib, shu xususiyatlardan foydalaniladi. Demak, bu oyat bilan Alloh subhanahu va taolo yer yuzida, osmonda yaratgan narsalarning xususiyatlarini o'rganib, ularning xususiyatlaridan foydalaninglar. Bunga Alloh sizlarga ruxsat bergan va bu sizlarga bo'lgan Allohning ne'mati va buni Allohning ne'matini bilib Allohga shukr qilinglar. Allohga bu narsalarning evaziga ibodat qilinglar deyiladi. Demak, mana bu bugungi kundagi sivilizatsiya, ya'ni texnologiyani, texnikani rivojlanishligi, bu ana shu Alloh yaratgan narsalarning xususiyatlarini o'rganish orqali bo'lyapti. Shuning uchun bu fanlar bor, tabiat fanlari, matematika, fizika, ximiya, astronomiya va boshqa fanlar. Ya'ni Alloh yaratgan narsalarning xususiyatlarini o'rganib, ulardan qanday foydalanishlikni bizga ko'rsatadigan ilm va fanlar, bu islom tavsiya qilgan, targ'ib qilgan fanlar bo'lib, ularni musulmonlar islomda tiniq tushungan paytlarda o'rganishgan va ularni o'rgangan
ilmlari bugungi kundagi rivojlanishlikning asosi bo'lib qolyapti haligacha. Buni hammamiz bilamiz, bu hatto Yevropa olimlari ham buni tan olishib turibdi. Shuning uchun biz musulmonlar shuni yaxshi bilishimiz kerakki, islom taraqqiyotga yo'llaydi. Islom qoloqlikka yo'llamaydi. Islom insonlarda qanday to'g'ri yashashligini o'rgatadi. Taraqqiyotni esa insonni o'zini qo'liga topshirdi. Shunga qaramay biz bu kofirlardan nimalarni olishimiz mumkin, nimalarini olishligimiz mumkin emas. Mana bu narsani yaxshi bilishimiz kerak. Bugungi kunda Yevropa, Amerikadan biz texnologiyani olishligimiz lozim. Ularni islomga zid bo'lgan urf-u odatlari, islomga zid bo'lgan ularni qadr-qiymatlari yoki islomga zid bo'lgan ularni fikrlarini, qonunlarini olmasligimiz kerak. Bu qonunlarda, bu fikrlarda taraqqiyotga hech qanday aloqasi yo'q. Masalan, demokratiya deyapti. Demokratiya degani xalq hokimiyati degani. Ya'ni xalq o'zi halol haromni belgilaydi degani. Xalq uni belgilay olmaydi. Islomda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, inil hukmu illa lillah. Hukm, ya'ni boshqaruv faqat Allohga tegishli. Ya'ni Alloh boshqarishligi lozim. Insonlar mana buni tushunishligi va boshqaruvni Allohdan, boshqaruv qonunlarini Allohdan olishlari lozim. Ammo fizika, matematika kabi Allohni yaratgan narsalarini, xususiyatlarini o'rganib, ulardan qanday foydalanishlikni bildiradigan fanlar umum insoniy fanlar bo'lib, ular musulmonlar bu fanlarni kofirlarning qo'lidan bo'lsam ham olib, o'rganib foydalanishligi lozim. Shu o'rinda mana biz aytib kelayotgan narsa islomga zid bo'lgan ulardagi narsalar. Biz ularning kiyimlarini, masalan ayollarimiz ro'mollarini tashlab ularning mini yubkalarini kiyishligi bilan rivojlangan sivilizovanniy bo'lib qolmaydi. Ular shuni yaxshi bilish kerakki, kiyim insonni rivojlanishlikka olib kelmaydi. Kiyim insonni fikrlariga bog'liq, tushunchalariga bog'liq. Shuning uchun masalan ularni bizga berayotgan mana aytishadiki, shaxs erkinligi deydi. Shaxs erkinligi demokratiya bo'yicha davlat tomonidan himoyalanishi kerak. Bu shaxs erkinligi deganda shu buzuq ayollarni hech kim sen xato ish qilyapsan, bu buzuqlik harom bo'ladi deyishga haqqi yo'q. Bu qonun bo'yicha, demokratiya bo'yicha. Chunki uni shaxs erkinligi, ya'ni shaxs erkinligi degani bu badan, u insonni, har bir insonni o'ziniki, u badanni qanday ishlatsa uni ixtiyori deyiladi demokratiya bo'yicha. Bizi islomda umuman buni ziddi, ya'ni insonni tanasi Alloh tomonidan insonga berilgan omonat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, inna alayka li nafsika haqqo deydi. Seni ustingda badaningni ham haqqi bor deydi. Ya'ni badanni Allohni hukmlariga zid ravishda ishlatishlik, bu badanni haqqini bermaslik, badanga bo'lgan zulm hisoblanadi. Va biz musulmonlar hech qachon zinoni, prostitutsiyani yoki o'sha lo'ttibozlikni hech qachon biz oqlay olmaymiz. Musulmon odam buni tasavvur qila olmaydi. Hech qanday musulmon o'zini farzandi yoki qizini buzuq bo'lishligini tasavvur qila olmaydi, bunga rozi bo'lmaydi. Demokratiya esa bunga rozi bo'lishligini talab qiladi. Shuni singari fikrlarni Yevropadan, Amerikadan olishligimiz xato, noto'g'ri. Ammo ularni boshqa ilmu fanlar orqali erishilgan yutuqlari, stanoklar yoki texnologiyalar, mana bularni olishimiz kerak. Lekin
aksincha bu kofirlar mana bu aynan bizni rivojlanishligimizga olib keladigan bu texnologiyalarni bizga bermaydi. Bizi hayotimizni buzadigan narsalarni bizga beradi, lekin bizni rivojlantiradigan texnologiyani bizdan sir tutadi va buni bermaydi bizga. Shuning uchun biz musulmonlar bu g'arbdan nima olish, nima olmaslikni yaxshilab avvalo hal qilib olishligimiz, ajratib olishligimiz lozim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.